Ikkinchi maslahat, vaqtida uxlaylar va uyquni qanchalik ta'sir kattaligini bilsanglar. Ko'pchilik aytadi, "Men vaqtli uxlayman, o'nda uxlayman" deydi, lekin vaqtli o'nda uxlaydigan odam endi uxlamoqchidek xonasiga kiradi, lekin ozgina reels ko'radi, ozgina yana nimadirlar qiladi, ozgina xayol surgungacha o'sha 12 1 bo'lib qoladi-yu qizlar, tan olinglar. Lekin uyquga ketishda agar 2 soat vaqtingiz ketadigan bo'lsa, sizlar yotishga 8 da tayyorgarlik boshlashingiz kerak bo'ladi. Lekin yana tan olishimiz kerakki, 8 da bizda endi hayot boshlangan bo'ladi. Endi 3-chi maslahat, hamma aytadigan 10 ming qadam. Yo'q, bolalarning orqasidan yugurish, uylarni uborka qilish paytidagi hisob emas. Uzluksiz bitta balandroq tezlikda yurish kerak. Ko'chada bo'lmasa uyda Homix uzdan ham sifatli, ham yengil, ham arzon begovoy doroshka olasizlarda, reelslarni o'chirib, kino, seriallarni yoqib, sal tezroq 10 ming qadamni to'xtamasdan yurasizlar. Ya'ni uzluksiz. Bu narsa ne только ozdiradi, fizически ozgina charchaganinglar bilan moralni shunaqa dam olasizlar, ishoninglar qizlar. Kundan kunga energiya ham oshayotgan